Finito. Sal yaqinroq keling. Men tishlamayman, qach. Men tishlamayman, men jib qo'yaman. Competition bachi? Kim o'lmagardi? To'g'ri yo'nalish. To'g'ri yo'nalish. To'g'ri ketgansiz. To'g'ri yo'nalish bilan. Naglas. Naglas. Naglas uchunmi? Naglas deyiladi. Примерно Parmog'ingiz yo'qmi ichida? Qarang. yo'q. Opportunity tushunmagan? Opportunity. 19 so'm. 99 fut ishlatdilar. Oxiriga kelganda faqat shunday parod qilaman. Qayta yo zaika bo'laman, yo tormuz bo'laman. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan barcha reyslarimiz va dasturlarimizga like bosayotgan, qolaversa dasturimizning yangi sonini intizorlik bilan kutayotgan aziz vatandoshlarimizga. Siz bilan yana Gap GPT oshxonasidamiz. Bugungi mehmonimiz o'zgacha deb atashim mumkin, chunki ularni dasturimizga taklif qilishni bir necha kishidan iltimoslarini qabul qildik va sizni xohishingiz, sizni istagingiz biz uchun qonun. Odatdagidek bugun oshxonamizda nafaqat chiroyli bir taom tayyorlaymiz, balki chiroyli bir suhbatdan bahramand bo'lamiz. Bugungi dasturimizga taklif etgan insonni kasblari o'zgacha. Bu kasb sohiblarini yoniga hamma birozgina qo'rquv bilan boradi. Katta-yu kichkina 7 yoshdan 70 yoshgacha. Kim ekan deya qiziqayotgan bo'lsangiz, taklif etamiz bizni bugungi dasturimizni ajoyib mehmoni qolaversa pazanda, ona va qiziqarli bir kasb sohibasi, ajoyib bir inson, vatandoshimiz Shahnozaxon Tosheva bugungi dasturimiz mehmoni. Shahnozaxon, assalomu alaykum. Shahnozaxon, avvalambor dasturimizga xush kelibsiz. Bilaman, 3 farzandni, ayniqsa kichkinagina bolani uyda qoldirib dasturimizda soatlab syomkalarda ishtirok etish oson emas. Avvalambor minnatdorchiligimizni qabul qiling va xush kelibsiz. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Kanallaringizni yaqinda kuzatishni boshladim va yaqinda sumalak partisi qilgan ekanlaringiz. Juda ham chiroyli bo'libdi. Afsuski mamlakatda emas edim. Bo'lmasa men ham qo'shilardim. Albatta kelasi safar marosimlarda kelishga harakat qilaman. Shahnozaxon, to'g'ri aytib o'tingiz. Gap GPT tomonidan tashkil etilgan sumalak marosimi ozginagina duv gap bo'ldi. Lekin feedbacklar juda ham yaxshi bo'lganligi uchun dimog'imiz cho'q. Tashrif buyurgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bizdan mana shunday chiroyli marosimlarni yana kutib qoling, chunki sizga atalgan syurprizlarimiz hali juda ham ko'p. Bugun mening qop savolimga javob berish uchun, qolaversa buxorocha taom tayyorlash uchun Shahnozaxonni dasturimizga taklif etar ekanmiz. Ularga birdan aytib o'tdim. Men afsuski ovqat pishirish jarayonida eng nima deydi, qiyin tomonini, o'z vazifasini bo'ynimga olaman. U ham bo'lsa sizni gapirib, chalg'itib turishni. Qolgani esa sizga havola. Shahnozaxon, bugun nima tayyorlaymiz? Xo'p, bu ko'pincha ishda bo'lganligim sababli eng tez tayyorlanadigan ovqatlardan biri buxorocha kabob deyiladi. Bunda masalliqlarimizdan go'sht, piyoz va kartoshka pishiriladi. Demak, hammaning muzlatkichida topiladigan masalliqlar. Qanaqa go'sht ishlatamiz bugun va qancha kerak bo'ladi? Xo'p, bu yerda 800 gram go'sht, bu mol go'shti. Mol go'shti yog'sizroq joyiga, to'g'rimi? Yog'siz. Demak, qancha piyoz kerak bo'ladi bizga? Piyoz 3 ta yo 4 ta kerak. 3 yo 4 ta o'rtacha shakldagi piyoz. Qancha kartoshka? Kartoshka 1 kilocha. 1 kilocha plus minus 100 gram, 200 gram anaqa qilmaydi. Ko'katlarimiz bor, pomidor, bodringlar, bilishimcha bular salatga ishlatiladi. Salat uchun. Menimcha hammaning muzlatkichida topiladigan mahsulotlar. Demak, ishni nimadan boshlaymiz? Taxtachadan. Hali ishni hech kim taxtachadan boshlamadi, lekin demak, go'shtni yuvishdan boshlaymiz.
Shahnoza, demak bugungi buxorocha kabobni go'shtni to'g'rashdan boshlaymiz. To'g'rimi? Da. Bemalol. Feel free. You. Men odatda har doim birinchi savolim bir xil savol. Oilangiz haqida aytib bering. O'zingiz haqingizda qayerda tug'ilgansiz, necha yoshdasiz, qachon kelgansiz Angliyaga, Buyuk Britaniyaga, o'sha qaysi viloyatda tug'ilgansiz? Qisqacha o'zingiz haqingizda ozginagina ma'lumot berib o'ting. Xo'p, men Buxoro shahrida tug'ilganman. 90-yilman. Yaqinda 35 ga kirdim. Bor yo'q 35 ga kiribsiz-ku. Oilada 2 farzand biza, singlim bilan men. Buxoro shahrini Lobehoz tomonida katta bo'lib o'sganman. Mana Londonga kelganingizga necha yil bo'ldi? Qachon kelgansiz? Xo'p, 22 yoshda edim. 2012-yilda kelganman, sentabr oyida. Nima sabab bo'lgan mana O'zbekistonni, ona vataningizni, issiq uyingizni, oilangizni tark etib, tumanli Albionga kelishga? Birinchi onamlar kelganlar 2002 yo adashmasam 3-yillarda. Kelganlaridan keyin bizani olib kelishgan 2005-yilda birinchi marta Londonga biz kelganmiz. 2005-yil kelib ketgansiz oilangizlar bilan. To'g'ri. Hali yosh qizcha bo'lgan ekansiz demak. 15 yosh 15 yosh qizaloq bo'lgan ekansiz. Bo'lganman. Singlim bilan kelganmiz. 1,5 yil yashaganmiz. Undan keyin oyimlar o'zimizni urf-odatlarni o'rgansin, O'zbekistonda katta bo'lsin deb qaytib bizani ko'chib ketganmiz. Institutni o'sha yerda o'qishimga to'g'ri keldi. Tugatganimdan keyin aslida faqat Londonga kelish nimasi bo'lgan, ishtiyoqi bo'lgan. Demak, Buxoroda o'qigansiz, o'qishni Buxoroda tugatgansiz. Mana shu yerda eng qiziq joyda to'xtayman. Qaysi sohada o'qigansiz? Stomatologiya sohasida o'qiganman. Stomatologsiz demak. Nima sabab bo'lgan aynan mana shu stomatologiya yo'nalishini tanlashingizga? Yoshligimda kim kasal bo'lsa yo bemor bo'lsa agar borib yordam berganman. Qo'llarini kesishsa voy bintlab yoki agar o'zimcha ukol ham qilganman. Keyin Meditsinaga qiziqishingiz bo'lgan? Qiziqishim yoshligimdan bo'lganman. Keyin uyda meni oy doktorjon yoki doktorjon deb chaqirishardi. Ishtiyoq o'sha yoshligidan boshlagandan so'ng har doim asli vrach ginekolog bo'lmoqchi edim. Juda yaxshi yo'nalish edi lekin lekin stomatologiyani Xudo rahmatli buvimlar va katta yangam tavsiya berganlari uchun, maslahat berganlari uchun. Nima deb maslahat berganlar? Men shunaqa maslahatlarga juda qiziqaman. Nima deb maslahat berishga mana yoshligingizda? Bizda O'zbekistonda siz chalg'imay go'sht to'g'ravering, unaqada qachon ovqat yeymiz biz? O'zbekistonda bizda nima deyshadi? Voy, agar 7 yil o'qishing kerak, ginekolog bo'lsang agar, yana ordinaturani o'qishing kerak, magistraturani 10 yil ketadi. Ana masalan, o'sha payt nima stomatologiya fakulteti 5 yil o'qiladi. Stomatolog bo'lsang yaxshi edi, Xudo rahmatli buvim. Xalatlarda qanday chiroyli deb tavsiya berganlar. Keyin o'ylab ko'rsam, haqiqatan ham kamroq o'qishim kerak ekan, shu sabab bo'lgan. Har bitta odamda masalan organ bitta ikkita bo'lsa agar 32 ta tishi bor deb o'sha uchun shu sohani tanlaganmiz va achinmayman. Demak, pushaymon yo'q. Pushaymon yo'q. Ginekologiya yo'nalishi bo'yicha emas, u stomatologiya yo'nalishi bo'yicha ketganingizga. Mana qarang, chunki nima deydi, endi stomatologlarda hamma qo'rqadi-da kabinetiga borishga. O'sha qo'rqiladigan doktor bo'lishdan, vrach bo'lishdan qo'rqmaganmisiz? Yo'q, qo'rqmaganman. O'qishni boshlaganimdan keyin u yerda o'qish abituriyent paytida praktika bo'ladi. Praktika davrida bemorlarga qanaqa qarash, qondan, bu narsalardan umuman qo'rqmaganman va aksincha bu meni yo'nalishim, to'g'ri yo'nalish bo'yicha ketyapman deb. Shahnozamning yaxshi odatlari bor ekan, qaramasdan go'sht to'g'rashlari mumkin ekan. Men bunaqasini hali birinchi marta ko'rishim lekin.
Shahnoza, mana nimaga aynan buxorocha kabob tanlashni joiz deb bildingiz bu ko'rsatuvimiz uchun? Xo'p, ko'p vaqtlari men ishda bo'laman. Ishdan kelganimdan so'ng 3 ta bolam bo'lganligi sababli farzandni onasisiz. farzandni onasiman. Ularga tezroq ovqat bo'lishi uchun kechga yaqin shu eng osonroq va to'yimliroq ovqat bo'lganligi uchun va turmush o'rtog'im yaxshi ko'rganlari uchun shu kabobni ko'pincha pishiraman. Bugun biz ham buni ta'mini tatib ko'ramiz. Buxorocha kabob, rostini aytsam, hali hech ham yeb ko'rmagan ekanman. Juda ham excitedmiz. Mana 2012-yil qaytib kelganman dedingiz Buyuk Britaniyaga. Nima turtki bo'lgan, nima sabab bo'lgan? O'sha issig'ingizdan, hovlidan, oiladan, vatandan ajralib, bu yerga kelib hayotni noldan boshlashdi. O'sha 2005-yilda kelgan paytimiz juda ham yoqqan. Именно London, Angliya o'sha payt qurolicha bo'lgan, madaniyati, odamlari yoqqanligi uchun va tabiati yoqqanligi uchun, to'g'ri, yomg'ir ko'p yog'adi, lekin issiq emas. Bizda juda ham issiq bo'lganligi uchun Buxoroda yoz paytlari 40-50 gradus bo'lganligi sababli shu imенно Angliyani tanlaganman. Faqat ob-havosi uchun hamma narsani tashlab keldingizmi? Yo boshqa sababi ham bormi? Yo'q, aslida Amerikaga bormoqchi bo'lganman. Gapni o'sha yerdan boshlang endi. Gapni to'g'ri joydan boshladingiz. Borishni xohlaganman, ammo отказ olganman. Отказ olganimdan keyin Angliyaga topshirganman. Angliyada Qur'ani bilan. Post bersa ketaman degansizda. Angliyada viza olganman. O'sha o'qish bo'yicha premagistraturaga kelib shu yerni o'qiganman. Demak, premagistraturani o'qish uchun kelgansiz. Kelganman. Birinchi o'sha 2012-yilda o'qishingizni tugatdingiz. O'qishimni tugatdim. Keyin именно o'zimni soham bo'yicha ishlashni xohlaganligim sababli o'sha litsenziya oladigan shirkatga aloqaga chiqqanman. Qanday qilib именно stomatolog bo'lib ishlash Angliyada ishlab bilaman deb savol berganimda, ular iloji yo'q, bu juda ham qiyin yoki ekzamenlari qiyin, bu vaqt oladi, keyin sen diplomingni qabul qila olmaymiz deyishgan. U paytda men xato qilganman. Tim bilan gaplashmasdan imенно o'sha telefonda oddiy odam javob beradigan resepsiyonist bilan gaplashganman. U noto'g'ri ma'lumot bergan. Shu noto'g'ri ma'lumot berganligi uchun ozgina ko'proq yil oldi menga stomatolog bo'lishimga bu yerda. Keyin medsestralikni o'qiganman, dental nurse'ni, training dental nurse'ni o'qiganman. Hozir bu yerda boshidan nima, qayerda o'qilgan, nima qilinganini boshlashdan avval piyoz to'g'rashga o'taylik, mayli? Demak, mana Buyuk Britaniyaga kelganingizdan keyin o'sha aynan o'zingiz o'qigan soha bo'yicha ishlashni maqsad qilib qo'ygansiz. To'g'ri maqsad qo'ygansiz oldingizga va o'sha maqsad sari qadam bosgansiz. Eng birinchi savolim, o'sha birinchi marta 2012-yilda kelib, o'zingiz, oilangiz joylashib, qanaqa ish qilgansiz? Hamma singari birinchi kelib hamma ishlarda ishlaganman. Nyanya bo'lib ham ishlaganman, restoranda supervisor bo'lib ham ishlaganman. Deyarli hammadek birinchi ishim shu nyanyalik bo'lgan, bolalarga qarash. Enaga bo'lib ishlagansiz. Enaga bo'lib ishlaganman. 2 yosh bola egizaklarga. Yosh qizaloq, ikkita kichkina egizakka qarashni qaralamanmi yo'q deb qo'rqmagan ekansiz ham. Qarang endi anaqa o'zingizga ishonish qobiliyatingiz. Yo'q, endi majbur bo'lsangiz agar hamma narsani qilaverasiz. O'sha mehnatdan hech qachon qo'rqmaganman. Qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar ishlashga yig'lab boshladingiz, qarang. Ishlashga aytdimmi sizga? Qanchadan qancha ko'z yoshlarini ko'rdim men bu studiyada. Shu keyin nyanyalik qilganman, supervizorlik ham qilganman. Keyin 2013-yilda bitta gazetada ko'rganman, u yerda e'lon bo'lgan, именно rus tilida yozilgan. Esingizda bormi, qanaqa gazeta edi? London edimi? O'sha nimada gazetada именно rus tilida yozilgan ekan. Biza medsestra qidiryapmiz stomatologiyada deb o'sha e'lon bo'yicha aloqaga chiqqanman.
klinikaga borib, intervyudan o'tib, tushuntirib, что man asli o'zimni davlatimda stomatologman, lekin bu yerda menga hozircha imkoniyat yo'q, mani diplomni qabul qilishmas ekan, shuning uchun medsestra bo'lay deganman. Ular ham сразу medsestra bo'la olmaysan, u uchun sen o'qishing kerak, u o'qish где-то 15 oy vaqtni oladi, ekzamenlarni topshirish kerak, ekzamenlari nima teoriya bilan ozki bo'ladi, praktikal bo'ladi. Ularni topshirib bo'lsang agar, keyin litsenziya olishga huquqing bo'ladi degan. Shahnoza, mana yangi shaharga moslashishdagi eng katta qiyinchiligingiz nima bo'lgan? Eng katta qiyinchilik shu ishlashni boshlagandan keyin o'zimizda boshqacha mehr bor, odamiylik, insoniylik, boshqa tushunchalar bor. Afsuski bu yerda unaqa emas ekan, ammo o'sha paytda shunaqa emas edi. Men o'shani kutganman hamkasblarimdan va разочароваться qilganman. Что и tushunganmanki, значит, bu davlat boshqa, bu odamlar boshqa, и o'shanga qarab Bo'rilar bilan bo'rida yashash kerak degansizda. No, endi balkim o'sha paytda, o'sha holatda noto'g'ri joyda bo'lganmanmi, yoki noto'g'ri odamlar bilan, hamkasblar bilan bo'lganmanmi? Hozirgi paytda fikrim o'zgarildi albatta. Shu menda birinchi Qiyinchiligingiz bo'lgan. hissiyot o'zimizchalik emas ekan, mehr oqibat degan narsalar, tushunchalar bularda yo'q ekan degan fikrda bo'lganman. Tushunarli. Mana birinchi marta ovqat tayyorlashingizda, endi siz ham katta farzandsiz, uydagi hamma ovqat pishirish vazifalari sizni bo'yningizda bo'lgan, bilishimcha. Eng antiqa qanaqadir ingredient ovqatingizga birinchi marta ishlatganingiz esingizda bormi? Da. Nima edi u? Hozirgacha. Hozirgacha. Solyonniy bizada nima qish paytida, mavsumida solyonni bodring bilan pomidor qilishadi. Hammasini qilganman, tuz solish esimdan chiqqan. Solyonni bodringni 89 ta nima bonka tuzsiz bo'lgan. Nesi bo'lgan? Portlamagan. Yo'q. Siz bo'lgan. Kстати, нет. Нет. Endi o'sha paytda men yosh bo'lgandim, 17 yoshda bo'lganman. Qayerda bo'lgan? Buxoroda. Da. Demak, birinchi marotaba qilingan marinovkamiz tuzsiz bo'lgan. Tuzsiz bo'lgan. Tuzlangan bodring bilan pomidorimiz tuzsiz pomidor, bodring yeyishgan kelgusi yil qishda, to'g'rimi? To'g'ri. Ustiga tusib yegan bo'lsangiz kerak edi. Endi 89 ta banka bo'lganligi sababli-da yeyishga to'g'ri kelgan. Yeyishga to'g'ri kelgan. Yoki qo'shnilarga berganmiz, uydagilarga, qarindoshlarga berganmiz. Bir balo qilib qutuldim deydi. Majburlan yedirganmiz. No, o'sha payt aytganimda 17 yoshda edim. Endi bunaqa narsalarga imенно bir o'zim qilganman. Oyingizdan tapich ko'chib kelmaganmiz? Yo'q, hech kim bo'lmaganda. Oyim bilan, men bilan singlim bo'lganmiz, ikkovimiz qilganmiz. No, o'zimiz ham yana bironta banka tashlamagan. Yaxshi holatda bo'lgan. Qanaqa yaxshi, qanaqa qiziqarli. Mana Shahnoza, siz O'zbekistonda ham stomatolog bo'lib ishlagansiz, to'g'rimi? Bugungi kunda mana Londonda ham stomatolog bo'lib ishlaysiz. Mana ishlash jarayonida o'sha ish jarayoni, O'zbekistondagi ish jarayoni bilan bu yerdagi ish jarayoni nima deydi, farqi bormi? Juda ham katta farqi bor. Chunki bizada patsient bilan muloqot juda ham kam O'zbekistonda. Bu yerda o'sha patsient kelgan paytida appointment где-то 80-70% o'zi gaplashish bilan o'tkaziladi. Ish где-то 30-40% bo'ladi. To'g'ri, bizning stomatologlar kam gap bo'ladi. Da, bu yerda o'sha nimani treatment planni, ya'ni nima qilishni, qaysi opsiyalarni beramiz, qaysi birini tanlash, bu уже patsientning xohishiga. Mana shu deb bitta nima bermaymiz-da ularga. Обязательно boshqa variantlarni bergandan keyin ular o'zlari tanlashadi. Har bitta variantni patsientga tushuntirishimiz kerak. Nima vыбор qilishdan oldin.
Mana xursandmisiz mana shu kasbingizni tanlaganingiz uchun, mana shu yo'nalishda bugungi kunda Londonda ham ishlatganingiz bilan? Albatta xursandman. Birinchi nima beradi bizada patsientlarni kulishi va ularga o'zimni ozgina bo'lsa ham hissamni berishim, shu sog'lom tishlari. Bu ish sizlarning kabinetdami yig'lab chiqib ketadi-ku? Yo'q, bizani Qanaqa kulish? kabineti unday emas. Bizani kabinetda nabarot kulib, xursand bo'lib chiqib ketishadi patsientlar va yana uydagilarni ham chaqirib nima Rekomendatsiya qilishadi. Da. Maslahat sizni maslahat berishadi. Da, и qaytib обязательно kelishadi. O'zbekistonda bizni ko'rsatuvimizni, dasturimizni, kanalimizni ham tomosha qiladigan yurtdoshlarimiz soni juda ham ko'p. Va ular mana Angliyaga kelib yashash bu nima deydi, bir ertakdek deb o'ylashadi, bir chiroyli hayot deb o'ylashadi. Agar mana shu chiroyli hayotni Angliyada boshlayman deb tayyorlanayotgan yoki bo'lmasa niyat qilgan yoshlarimizga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi bu davlat haqida izlanishlarini, ma'lumotga ko'proq ega bo'lishlarini istardim. Aynan qanaqa ma'lumotga? Ya'ni ma'lumot ish topib bo'ladimi, viza masalasida va uy masalasida qayerda yashashlarini, o'shani uy puli rentni to'lab bilishadimi, yo'qmi, arendani, o'sha masalalarni ko'rishi va kelasi 5 yilda nima planlari borligini bilib kelishsa yaxshi va bu davlatga kelmoqchi bo'lsalar albatta mehnatdan qochmasliklari kerak. Juda mehnatli insonda bo'lish kerak. Mehnatdagi rohat deysizda. Da. Mana aytaylik, o'sha viza olishda, bilet olishda, kelishdan oldin eng birinchi o'rinda nima qilish kerak? Uy qidirish kerak. Birinchi demak, uy qidirish kerak. Xo'p, Keyin uy qidirishlari kerak, bolalar bo'lsa agar maktablar qurilishlari kerak, o'sha yerdan sразу application to'ldirishlari kerak. O'zbekistonda turib bolalarni maktabga qo'yish uchun ili sadika va ish topishlari kerak. siz kelganingizda uyni kelib topganmidingiz yoki o'sha O'zbekistondan turib topganmidingiz? Mani bu yerda qarindoshlarim bo'lishgan, qayerga borishimni bilganman. Ularning uyida где-то 2-3 oy yashaganman. Undan keyin ko'chib o'tganman. Undan keyin boshqa joyga ko'chib o'tgansiz. Ko'chib o'tganman. Tushunadi. Ammo Shahnoza mana 2012-yilda Buyuk Britaniyaga kelgan Shahnoza bilan hozir mana qarshimda turgan Shahnozani o'rtasida qanaqa farq bor? Juda ham yosh bo'lganman, balkim soddaroq bo'lganman. Hayotni uncha chuqurlarini ham bilmaganman. Hozirgi Shahnoza bilan уже более kuchliroq, уже nima qilishni biladigan, kelasi 5 yil yo 3 yilni plan qilib biladigan Shahnoza bilan farq Demak, o'ziga ko'proq ishonadigan Da. Shahnoza bo'libsiz. Shunaqaligizcha qoling iloyim. Demak, kartoshkamizni oxirgi ikkitasini tozalab bo'lgandan keyin nima qilishimiz kerak? Xo'p, go'shtni qovurishni boshlaymiz va kartoshkani ham qovuramiz. 30 minutcha go'shtni qovurishga to'g'ri keladi. Dimlab qo'yamiz 30 minut. 30 minutcha dimlab turilishi kerak. Da. Go'shtimiz bilan kartoshkamiz dimlangunga qadar biz Shahnoza bilan salat, to'g'risi Shahnoza salat tayyorlaydilar. Men tomosha qilaman. Mana 3 farzandni onasiz, bilaman. Ham ona bo'lish, ham ishlash, ham uyni tozaligiga e'tibor berib, ovqat pishirish, uy bekasi bo'lish juda ham qiyin. Qanaqa qilib hammasini kombayn qila olasiz? Xo'p, birinchi o'rinda onamlar, singlimlar yordam berishadi. Demak, sizning atrofingizda sizga yordam beradigan insonlar bor. Ular Angliyada yashashadi, bizda yaqin, uyimizga yaqin joyda va men ish paytimda turmush o'rtog'im kichkina qizimni onam bilan singlimga qo'yib ketadilar. Singlimni oilasi va onam bilan yashaydilar. O'g'illarni maktabga joylashtiradilar. Hamma ishga ketaman. Ishdan qaytayotgan paytimda qizimni men olaman turmush o'rtog'im
ikkita bolamga qaraydilar. Demak, 3 bolaga qarash albatta oson emas. Yaqinlaringizni yoningizda Yaqinlarim bo'lishi yordamim bor. bu juda ham katta yordam. O'sha oldi atrofda oila a'zolari, qarindoshlari yashaydigan insonlarga juda ham havas qilaman, chunki o'zim 2 farzandni hech kimning yordamisiz faqat turmush o'rtog'im bilan katta qilganman. Qanchalik qiyin ekanligini bilaman. Qolaversa, siz o'sha kichkina bola farzandli bo'la turib o'qishingizni ham davom ettirdingiz, o'qishingizni ham tugatdingiz va mana shu yo'nalish bo'yicha ketishda yangi ish ham izladingiz bir paytni o'zida. U qanaqa stержень bo'lishi kerak? U albatta farzand ko'rgandan keyin o'zi nima deydi? Ancha muncha nima deydi? Yo'nalishingizni yo'qotib qo'yasiz. O'zingizga kelguncha. Da, no, aytganimda onam, singlim, boram bilan yordam berishyapti va albatta turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlagan har doim. Shu darajaga kelishimga ham albatta turmush o'rtog'imni katta hissalari bor. Shu Hozir sizni ko'rib erib ketdilar. не, на самом деле это так. Demak, qozonchamizni eng baland olovga qo'yib, yog' solamiz. Qancha yog' solamiz? 1 cho'mich. 1 cho'mich. 1 cho'mich yog' solamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Va qizishini kutamiz. Bo'ldi. Yog' qiziguncha nima qilamiz? Yog' qiziguncha kartoshkani maydalaymiz. Kartoshkani to'g'raymiz. Shahnoza, kartoshkani qanaqa to'g'rashimiz kerak? Xo'p, to'g'ri, shuni to'g'ralaymiz. Barmoqdek bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qalinligi. Da. Mana bugungi darajadagi stomatolog bo'lishingizga ancha muncha yo'lni yurib o'qishlarni o'qib kelgansiz. O'shani bir boshdan aytib bersangiz, mana O'zbekistonda, balki mana Buyuk Britaniyada yashayotgan stomatologlar bo'lishi mumkin, lekin bilishmaydi qanaqa qilib stomatolog bo'lib ishlash imkoniyatini topishni. Xo'p, mani holatimda men birinchi medsestra bo'lib ishlaganman, stomatolog assistenti bo'lib. Stomatolog assistenti bo'lib ishlashingiz uchun qanaqadir kvalifikatsiya yoki albatta u uchun kurslari bor. O'sha kurslarni o'qigandan keyin qancha davom etadi u kurs? 15 oy. 15 oy davom etadi. 12 dan 15 oygacha. 12 dan 15 oygacha. Narxlari qanaqa o'sha kurslarning? O'sha paytlari 1,5 ming edi pound, hozir 2000 dan ortiq bo'lsa kerak. Aytaylik 2000 cha atrofidagi o'sha medsestra, dental nurse, medsestra, stomatolog assistenti bo'lish uchun o'sha kurs olinishi kerak. 2000 funtlar atrofidagi kursni 12 dan 15 oygacha o'qiysiz va o'qib olgandan keyin qanaqadir imtihonlar bormi? Albatta, kollejning o'zining imtihonlari bor. Har bitta qilgan ish o'sha praktika davomida bir haftani ichida 16 soat ishlashingiz kerak. Har hafta 16 soat bo'lishi kerak. Qayerda ishlaysiz? Hali o'qiyotgan bo'lsangiz. O'sha o'qish bilan birga bo'ladi. O'zlari sizga topib berishadi kollej tomonidan va u yerda ishlashni bo'lib ham oylik ham olib bilasiz, ham praktika qilib bilasiz. Har bitta praktika qilgan narsangizni yozib borishingiz kerak. Demak, o'sha praktika davomida nima ishlar qilinyapti, hammasini yozib borishingiz kerak. Hammasini yozib borasiz. U yerda sizni mentoringiz bo'ladi, stomatologlardan bittasi clinician. O'shani tekshiradi, to'g'ri qilyapsizmi, yo'qmi, keyin kollejga doklad beradi. Bu juda ham katta imkoniyat, bilasizmi? Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Demak, stomatolog assistenti bo'lib o'qimoqchi bo'lsangiz, kollejni o'zi sizni qaysidir klinikaga ishga joylab qo'yadi. Haftasiga 16 soat ishlashingiz uchun, qolaversa, o'sha klinikada ishlaydigan odam sizni mentoringiz bo'lib, sizga yo'l yo'riq ko'rsatib, qanaqa ish qanday qilinadi, o'sha yozib borayotgan hamma ma'lumotlaringizni to'g'ri-noto'g'riligini tekshiradi, to'g'rimi? Bu juda ham katta imkoniyat. Keyin mana aytaylik, imtihonlar qanaqa bo'ladi? Xo'p, imtihonlar birinchi teoriya bo'ladi. Teoriyada savollar bo'ladi. Masalan, nerv qayerda joylashgan yoki yozishingiz kerakmi yoki kompyuterda o'sha u yerda testlar bo'ladi. Test shaklida bo'ladi. O'shalarni tanlashingizga to'g'ri keladi. Mana aytaylik, teoriyadan o'tdingiz, praktikal imtihon ham bo'lsa kerak. Agar teoriyani o'tgandan keyin faqat praktikaga dostуп bo'ladi. Praktikada u masalan plomba ashyolarni qanday qo'shish yoki masalan koronkalar bo'ladi, koronkalarni ajratib bilish kerak bo'ladi, asboblar bo'ladi, asboblarni tanlab bilish kerak.
Tushunarli. Mana aytaylik, umuman meditsina sohasida bilimi yo'q, backgroundi yo'q odam ham borib nurslikka assistentlik o'qisa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bizda bitta o'zbek ayoli bor. U kishi men bilan ishlaganlar. Men ishlagan paytimda shu hammaga kimni ko'rsam agar stomatolog bo'lmasalaringiz ham hech bo'lmasa medsestralikni, assistentlikni o'qinglar deyman. Ish joyi toza bo'ladi, o'zingizni kollektivingiz bo'ladi, oyligi ham yaxshi bo'ladi. Mana aytaylik, o'rtacha dental nurse o'rtacha oyligi qancha yiliga? Agar training dental nurse bo'lsa agar u soatiga 13-14 topadi. Minimalni treyning bo'lgani uchun. Lekin qualified bo'lsa agar 18 topadi soatiga, 20 topadi. Yomon emas ekan. Specialist bilan ishlasa agar undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Yog'imiz yonib ketmasdan go'shtni solaylik Shahnoza bo'lmasa. Mana o'zbek taomlaridan eng yaxshi ko'rib tayyorlaydigan qolaversa, bu hamma oila a'zolaringizga yoqadigan taomlardan biri qaysi bir? Osh. Mana Buxoroda sitora palov osh deyishadi. U qanaqa u? U nahorda, to'ylarda qilishadi oshni. Uni qovurishmaydi, ko'pincha parda, masalan, guruchi ham parda pishiriladi. Go'shti ham alohida, go'shti ham u qovurilmaydi, u ham parda pishiriladi. U healthy ekan, healthy ekan. Endi Amir paytida shu oshni o'ylab topishgan ekan. Balkim bu afsonadir. O'shandan keyin har to'ylarda, marosimlarda o'sha oshni qilishadi bizda. Tushunarli. Demak, mana Shahnoza, siz dental nurslikka o'qidingiz, 15 oy deylik, imtihonlarni topshirdingiz va sizga qanaqadir sertifikat berishdi. Sertifikat berishdi. Bu hali hammasi emas. Hammasi bu hali halvasi. Undan keyin General Dental Council, ya'ni GDCga aloqaga chiqishingiz kerak. Ya'ni men o'qishni tugatdim. Bu meni diplomim. Diplom berishadi, u sertifikat emas, diplom. Undan so'ng registratsiya qilsam maylimi deysiz. U General Dental Council sizni backgroundingizni tekshiradi. Masalan, background deganingizda qanaqa tekshiriladi? Kriminal, biron bir narsa bo'lishi kerak. DBS check qiladi. Даже parkovkada penalties bo'lsa ham, shtrafingiz bo'lsa ham, yoki sudgacha oshirgan bo'lsa ham, ular uni chuqur ko'rishiga to'g'ri keladi. Ko'rib chiqadi. Tak как dental nurselar u professionalsga kirganligi sababli va GDC o'zini patsientlari bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda bo'lasiz-ku. Shuning uchun polni tekshirish bo'ladi. Tushunarli. Demak, GDCda registratsiyadan o'tishingiz kerak. Member bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, member bo'lish uchun pul to'lanadimi? To'lanadi. Qancha to'lanadi? Mestralar uchun bilmayman. O'sha paytlarda 123 pound edimi? Tamom, tushunarli. Demak, mestralik diplomini oldingiz, GDC bilan registratsiya qildingiz. Endi ishlashingiz bo'ladi. Ishlasangiz, ish topib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Даже o'qish paytida, treyning paytida ham bu 16 soat minimum kollej tomonidan tavsiya etiladi ishlash. Lekin undan ham ko'p ishlashingiz mumkin. Qancha vaqt ishladingiz dental nurse bo'lib? 5 yil ishlaganman. 5 yil ishlagansiz. 5 yildan даже ko'proq. Keyin o'sha demak qanchadir vaqt ishlashingiz kerakmi? Dental nurse bo'lib, keyin stomatolog bo'lib ishlash uchun. Yo'q, oldinroq aytganimday, men General Dental Councilga aloqaga chiqqan paytimda receptionist bilan gaplashganman. U juda noto'g'ri ma'lumot bergan o'sha payt. Aksincha diplomni narikdan o'tkazib, undan keyin assessment team bilan gaplashib, ekzamenlari bor, o'shalarni topshirgandan keyin OSCE ekzamenlarini registratsiya va diplomni qabul qilishi mumkin ekan. Demak, shu yerda to'xtalib, salgina ko'proq informatsiya berib o'tamiz. Agar O'zbekistonda siz o'qigan bo'lsangiz va diplomingiz bo'lsa, Buyuk Britaniyaga albatta sumkangizga solib ko'tarib keling. Chunki uni NAREC degan tashkilotga jo'natishingiz mumkin va o'sha tashkilot diplomingiz
Buyuk Britaniyada o'tishi yoki o'tmasligi haqida ma'lumot beradi. Sizni diplomingiz o'tgan, to'g'rimi? Da, u ekvivalenti bachelor degree dentistryga to'g'ri kelgan. To'g'ri keldi. Qanaqadir qo'shimcha ekzaminlar topshirishingizni talab qilishganmi yo'qmi? Albatta, albatta. Qanaqa ekzamin topshirgansiz? Ekzamin teoriya bilan praktikal bo'ladi ekzaminlari. Ular nima deb ataladi? OIE degan ekzaminlari bor. Xo'p. Именно General Dental Council tomonidan bo'ladi u ekzamin. Дополнительно har doim malaka oshirishingiz, nechadir soat ishlab berishingiz kerak. Minimum 2 yil ishlashingiz kerak stomatolog bo'lib. Shu ekzaminni topshirib General Dental bilan Council bilan registratsiya bo'lishi uchun, litsenziya olish uchun. Mana narika jo'natdingiz diplomingizni qabul qilishdi. Ekzaminni topshirish uchun kim bilan aloqaga chiqasiz? O'sha General Council ular yana syllabus, ya'ni temalar o'qish davomida qaysi temalar o'tilgan, o'sha 5 yillik temani polni papkasini yuborishni ham so'rashgan. O'zbekistondan shuni talab qilganmiz. Где-то 6-7 oy olgan institutdan. U qancha kattalik? Juda ham katta, hali ham bormanda. U hali ham bor, uni saqlashimiz kerak. General Dental Council anytime so'rashi mumkin. Da, o'sha uchun random check qilsa agar, обязательно bu ko'rsatib berishingiz kerak nimalarni o'qiganingizni. Hammasi bo'lishi kerak. Imtihoni qiyinmi topshirish? Imtihoni qiyin. Demak, tayyorlanish kerak imtihonni topshirishdan. 5 yilcha vaqt oladi. Bir xilida 5 yilcha vaqt olgan. Qanaqadir kurslarmi yoki onlayn kurslarmi yoki boshqa kollejlarda bormi? Royal Surgery degan kollejda o'zini faqatgina bitta kollejda. Endi men bilganim o'sha yerda 1 yil o'qishadi, tayyorlanishadi, imенно o'sha ekzaminda. Demak, ORE bu Overseas Registration Examination degan imtihon topshirilishi kerak bo'ladi. Imtihon oson emas ekan, Shahnoza aytganlaridek, o'sha kerakli kurslarni topib, o'qib, topshirishning imkoniyati bor. To'g'rimi? Ingliz tili qaysi darajada bo'lishi kerak? Advance bo'lishi kerak. Demak, eng birinchi navbatda ingliz tilini yaxshilab o'rganishni maslahat berar edik, chunki bu sizni o'z maqsadingizga yetishish yo'lini sal qisqaroq qiladi. Imtihonlarni topshirdingiz, sizga yana diplom beriladi. Уже diplom berilmaydi, u xuddi sertifikatda narsa beriladi. Shu ekzaminni topshirdi, registratsiya qilish ruxsat beriladi. Yana GDCga kontaktga chiqasiz. Yana ularga telefon qilar ekansiz. Yana kontaktga chiqasiz. Sizdan bezor bo'lib ketishgandir, telefon qilib o'rganingizda. Yana telefon qilib ularga aytasiz, mana men topshirdim imtihonimni, mana sertifikatimni oldim. Endi nima qilasizdan keyin yana ular o'zini chekini qiladi, yana tekshirishadi. Soatlar necha soat ishlagansiz, aytganimda 2 yil ishlashingiz kerak, praktika bo'lishi kerak. Qanaqa qilib, mana siz hali dentist emas, qanaqa qilib ishlaysiz? Dentist bo'lib. Yo, o'zingiz davlatingizda. O'zingiz davlatingizda ishlagan bo'lishingiz kerak. Yoki oxirgi 6 oy qayerda ishlagansiz, shu haqida ular ma'lumot so'rashadi. Demak, siz ma'lumot berganingizda ular O'zbekiston bilan aloqaga chiqishadimi? Da, chiqishadi. Chiqishgan ham. Demak, siz O'zbekistonda ham dentist bo'lib ishlaganingiz uchun sizga oson bo'lgan bu yerda o'sha dentist bo'lib ishlab ketishingiz. Tushunardik. Agar mana O'zbekistonda dentist bo'lib ishlamaganlar, shunday institutni bitirib kelganlar bo'lsa, u ham bo'ladi, lekin albatta men o'tganimda oxirgi 6 oy qayerda ishlaganingizni aytishingiz kerak va ular o'zini tekshiruvini qiladi. Oxirgi 6 oy shu O'zbekistonda ishlagan bo'lsa, to'g'ri keladi. Qaysi yo'nalishda ishlaganning farqi bormi, yo'qmi? Yo'q, stomatolog, terapevt bo'lishi mumkin. Bizada masalan. Mana aytaylik, agar O'zbekistonda men institutni bitirdim, diplomni qo'limga oldim, birdan O'zbekistonga, Buyuk Britaniyaga kelib ishlamaganman hech qayerda. Yo'q, ishlashingizga to'g'ri keladi. 6 oy minimum ishlash kerak. Keyin o'zim uchun именно Angliyani, masalan, men medsestra bo'lib ishlaganman-ku, ozgina bo'lsa ham nimam bo'lgan, tushuncham bo'lgan stomatologiya haqida bu yerda. O'sha stomatologiya tushuncham bo'lganligi uchun menga osonroq bo'lgan. Demak, o'sha medsestra bo'lib ishlagan paytingizda orttirilgan malaka sizga yordam bergan. Juda ham yordam bergan.
qanday ishlashni va qaysi yo'nalishni tanlashni menga osonroq bo'lgan. Siz qaysi yo'nalish tanladingiz? Men milklar kasalligi bo'yicha bolalar stomatologiyasi. Bolalar odatda stomatologga kelishganda qo'rqib yig'lab kelishadi. Sizda shunaqa bolalar ko'pmi? Mani patsientlarim yo'q. Chunki ular bilan birinchi o'rinda muloqotga kirish kerak, tushuntirish kerak. Gaplashasiz, eshikdan kirishganda ko'proq o'sha appointmentni fan qilish kerak bolalar uchun. Juda qiziqarli ekansiz-da. Da. Qiziqarli qilish kerak. Bizani o'sha klinikamiz qayerda ishlayman, bizani o'rgatishadi. Medsestramni ham o'rgatishadi, mana ham demak, trening qilishadi. Обязательно. Hozirgi kunda klinikangiz qayerda joylashgan? Melbourne'da ikkita klinikada ishlayman. Bittasi Melbourne'da Happy Kids klinikada ishlayman. Ikkinchisi Harley Street'da joylashgan. O'sha eng qimmat Harley Street'da ishlarkanlar. Harley Street'ga borsangiz tish bilan chiqasiz, lekin kashloksiz chiqasiz. Mana imtihonlarni topshirib, diplomlarni olib, registratsiyadan o'tgandan keyin klinikani qanaqa tanlagansiz, qayerda ishlashni? Birinchi qaysi biri sizni tanlasa, o'shanga borasiz. Chunki hali bu yerda stomatolog ishlamagansiz. Malakayingiz bo'lmaganligi sababli ishni qaysi biri qabul qilsa, sizni o'shanga ketaverasiz. Da. Shuna bo'lgan. Lekin birinchi ishi men Chelseada bo'lgan. Chunki u klinika meni oldindan ham bilishgan. Tanishganda sizni? Men medsestra bo'lib ishlaganman. O'sha medsestra bo'lib ishlagan klinikangizga qilib borgansiz? Da, u bilishgan, что men registratsiyani olganman и taklif berishgan bizada ishlagan deb. Ishlashni boshlaganman. Shahnoza, mana sizda ko'rsatuv davomida kuzatib borar ekanman. Juda ham og'ir, bosiq bir ayol ekansiz-da, lekin atrofingizdagi o'rtoqlaringizdan so'ragandimda, Shahnoza qanaqa qiz, nima ish qiladi? Endi o'zim uchun informatsiya bilib, sizda qanaqadir qiziqarli savollar so'rashim uchun. Menga deyishganki, Shahnoza ushlaganni uzib oladi deyishgan. Da, shunaqa. Shunaqasi ham bo'ladimi? Da, shunaqaman. Menda biron bir maqsad qo'ysam, обязательно o'shanga harakat qilaman. Avvalambor Alloh, u harakatim bo'lganligi sababli nima xohlagan bo'lsam, mehnat bilan erishishga harakat qilaman. O'z mehnatingiz orqali hamma yutuqlaringizga erishibsiz. Da. Demak, piyozimizni to'g'radik. Ikkita piyoz ishlatamiz, to'g'rimi? Bunga yo'q, 1,5 ta yetadi. 1,5 ta yetadi. 1,5 ta yetadi. Piyozimiz, go'shtimiz sal qizargandan keyin piyozni solar ekanmiz. Yana buni hozir qovurib olamiz. Shahnoza, mana bolalarda odatda tishlari yaxshi bo'ladi, milk sut tishlari tushguncha deyishadi. Bolalarda ham demak milk kasalliklari bo'lar ekanda. Yo'q, men ikkita klinikada ishlayman. Bitta klinika o'sha Harley Street deganim, u mutaxassislar imенно milklar bo'yicha. Bizda milklar bo'yicha. Melbourne'da u yerda imенно bolalar uchun mo'llashgan klinikada. Mana endi sizdan professional sifatida so'ramoqchiman. Milk kasalliklarini kelib chiqishiga eng asosiy sabab nima? Birinchi sababi bu chekish. Birinchi sabab bu chekish, yana stress bo'lishi mumkin. Endi stresssiz Londonda stresssiz bo'lmaydi-ku. Yoki genetik. Albatta, tishga agar qaralmagan bo'lsa. Qanaqa qilib, mana qanaqa to'g'ri qaralashni maslahat berasiz? Xo'p, kuniga 2 marta tishni yuvish, 2 minut ertalab, 2 minut kechqurun, 4 minut oldin. Kuniga 4 minut tish yuvilishi kerak. Yotishdan oldin, undan oldin intradental brushes, ya'ni tishni oralig'ini tozalaydigan narsalar bilan tozalash kerak. Tilni ham tozalash kerak. Nimaga til tozalanishi kerak? Shuni haqida ham ozgina aytib bering. Bakteriyalar bu ham og'iz bo'shlig'iga kiriladi. Bakteriyalar tilga ham qolishi mumkin. Agar tozalanmasa, yomon taste og'izda bo'lishi mumkin va badbo'y bo'lishi ham mumkin. Va ftor pastasidan ishlatishimiz kerak. Olishda nimaga e'tibor berish kerak tish pastasini? Pastasini orqasida yoziladi, minimum 1450 bo'lishi kerak ppm. U ya'ni tishda yordam beradi chувствительностьga va tishni
Lashtirishga yordam beradi. ko'rdingizmi, mana tishni yuvar ekansiz deb chaymas ekansiz. Demak, qancha tish yuvish pastasini ishlatishni bilmasangiz, u bitta kichkina o'sha yashil nuqat razmerida bo'lishi kerak. Undan ko'p emas. O'sha bilan yaxshilab 2 minut yuvasiz tishingizni va chayib tashlamaysiz. Esingizda qolsin. Chunki men buni bilmasdim. Demak, go'sht bilan piyoz yaxshilab qovurilgandan keyin biz 250 ml suv soldik. Qaynagan suv bo'lishi kerak, to'g'rimi? Suv solib qancha dimlaymiz buni? Yarim soat. Mana qizartiradigan ishda solmadingiz, tomat pestam solmadingiz, pomidor ham solmadingiz. Bu demak buxorocha retsept kabob bo'ladi. Bu hali bunaqasi yeb ko'rmadim lekin. Shahnoza, mana bilsangiz, O'zbekistonda o'sha klinikalarda, больницаlarda ishlaydigan ishchilarni har zamon subotnik olib chiqishardi. Siz ham chiqqansiz. Bunaqa solib bo'lgani yo'q bu yerda. Bu davlatda demak subotnik olib chiqishmaydi. Yo'q. Chiqmaysiz. Harli Streetda o'tib ketsa Shahnoza turibdi, daraxt oqlab. Mana boshida ko'pchilik kelganda qiyinchiliklarga uchraydi. Hamma har xil qiyinchilikka uchraydi. Kimdir shu uyga ketgisi keladi, ota-onasini sog'inadi, qarindoshlarning mehrini, o'sha qanaqadir qiyinchilik yuzasidan bo'ldi deb boshidan qolsin, Angliyasi ham, boshqasi ham ketaman uyimga degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan, bu boshida birinchi 3 oyda qaytib O'zbekistonga bormoqchi bo'lganman. Uydagilarni sog'inganman, onam bilan bir o'zim bo'lganimda, qarindoshlarim bilan bu yerda yashaganman, lekin 2 yoki 3 oycha. Keyin отдельно ko'chganimdan keyin ozgina qiynalganman. Nostalgiya bo'lganda. Da, bo'lgan. Bu kirib ketishimga 6 oydan 1 yilcha vaqt ketgan. Nima to'xtatgan sizni ketishdan? Возможностьlar bu yerda o'sha dugonam bor edi, o'sha bilan gaplashganda hammasi ham yomon holatda emas, ya'ni bu yerda agar mehnat qilsangiz, o'zingizni razviyat qilsangiz agar, o'zingizni qo'lga olibsiz-da, yana ko'z yoshlarni artib olg'adib, ertalab turib chiqib ketibsiz uydan. Shunaqa bo'lgan. Boshqa bir kasb tanlash imkoniyati berilganda, dentistdan tashqari qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Finansist. Finansist tanlagan. Nimaga? Hisob kitobni yaxshi ko'raman. Uyda oila byudjetini hisob kitobini ham siz qilasizmi? Yo'q, o'zimni byudjetimni hisob kitobini qilaman. Kartoshkani qaysi payt solamiz? Yarim soat dimlangandan keyin solamiz. Yo'q, kartoshkani отдельно qovuramiz. Ha, buni alohida qovurishimiz kerak ekan. To'g'rimi? Xo'p, buni qizartirib qovurib olishimiz kerak. Shahnoza, mana mijozlarni O'zbekistondagi mijozlarni vrachlarga bo'lgan munosabati bilan Buyuk Britaniyadagi mijozlarni vrachlarga bo'lgan munosabatidagi eng katta farq nima? Muomala bo'lsa kerak. Muomala bo'lsa kerak. Muomala deganingizda nimani nazarda tutasiz? Bizda vrachlarni ko'p hurmat qilishadi, juda katta o'rinda qo'yishadi. Bizda deganingizda O'zbekistonda. Masalan, nimalarda, marosimlarda bo'lsangiz, u vrach ekan deb boshqa joylar, o'rinlar berishadi-da. Masalan, O'zbekistonda shunday. To'g'rida o'tkazadi deyshasiz. Shunday. Bu yerda unaqasi yo'q. Bu yerda patsientlarni sizga munosabati faqat sizdan biron bir nimani kutish bo'ladi. Как говорится? Discount, skidka. Не skidka, чтобы complain qilish uchun. Povod. Mana farzandlaringiz bugungi kunda hali yosh ekan, lekin ularni siz yo'lingizni davom ettirishni xohlarmidingiz? Albatta xohlardi vrach bo'lishini. Birinchi o'g'lim o'sha biladi qaysi yo'nalishda ketishini. Qaysi yo'nalishda ketmoqchi? Nima, so'yak bo'yicha surgeon bo'lmoqchi. Tushunarli. Ya'ni bone surgeon. Katta o'g'lingizchi? O'sha katta o'g'lim. Katta o'g'lingiz. Qolganlari hali kichkina. Ikkinchisi u akam nima bo'lsa, men ham shuni. Shahnoza, mana o'sha dentist bo'lib ishlaganingizdan buyon mijozda kelib shu og'zini ochganda qaraganingizda eng qiziqarli biron bir tishnimi, biror anaqanimi ko'rganmisiz? Esingizda qoladigan. Ko'rib og'zini ochib qaraganda deganingiz.
yoki deganingiz. Ну, bu har doim bo'ladi. Va ko'pincha aziyatlarda bo'ladi. Afsuski, chunki ularda yoshligidan tishga munosabat, qanaqa qarashlikni o'rgatishmagan. O'sha uchun tishlarga e'tibor ham ular tomonidan juda ham past. Mana aziyatlar deganingizda qanaqa muammolar ko'p uchraydi ularda? Ya'ni tishni tozalamaslik yoki bitta patsiyentim masalan kelgan paytida tishlari уже qimirlab yotsa, shuni tegilsangiz yiqilishim. Siz shartta uzib oldingizmi? Ne, unaqa mumkin emas. Bu yerda shunisi farqli ravishda biza o'z naturalniy tishlarni saqlab qolishga harakat qilamiz. O'sha biror bir mijoz bilan bo'lgan eng katta muammoni qanaqa qilib hal qilgansiz? Mijoz bilan agar muammo bo'lsa agar u уже menejerga boriladi, klinikani menejeri kontaktga chiqasiz, siz umuman aloqaga chiqishga haqqingiz yo'q bo'lmaydi. U biza har bitta patsientga yoziladi kompyuterda nimalar qilganimiz, qanaqa qilganimiz, nimalar bo'lgani o'sha sessionda hammasini o'qib, tekshirib, keyin independent clinicianga boradi. Independent clinician uni tekshirib, mani patsientni xulosa o'shandan keyin xulosa qiladi. Tushunarli. Bu piyozni nima uchun to'g'rayapsiz? Bu oxirida go'shtni ustiga qo'yish. Vaqtingiz mana kelajakda o'zingizni klinikangizni ochish niyatingiz, orzungiz bormi? Yo'q. Nimaga? Mani maqsadim boshqa. Ya'ni yo'q, klinika ochmasdim. Maqsadingiz qanaqa? Zavtraqlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zimni nonushtalarni. Xo'p. O'zimni kafemni ochish niyatim bor. Da, ko'rdingizmi? Kelajakda nonushtaga. Qaysi yo'nalishdagi nonushtalarni tayyorlagan bo'lardingiz o'sha kafe ochsangiz agar? Shu nimasi o'zimizniki bilan, ya'ni o'zbek shirchoy da fatr bilan qo'yib uyg'unlashtirardim. Kimgadir agar masalan salmon bilan avokado yoqsa agar u ham menyuda bo'lardi, kimgadir blinchki s tvorogim bo'lsa uni ham qo'yardim. Iloyim orzungizga erishing, yaxshi niyatlaringiz ro'yobga chiqsin. Biz kartoshkani qovurish uchun yog'ni olovni ustiga qo'ydik. Qizishi bilanoq kartoshkani qovurib olamiz. Yana bir kichkinagina sirni aytib o'tmoqchiman. Shahnoza va ularning oilalarini kichkinagina kafelari bor. Queenswayda Uzbek Corner degan kafesi ham Uzbek Corner kafe. Sizniki to'g'rimi? Siz bilan xo'jayingizniki. Turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ochgansizlar. O'zlari ochgan. O'zlari ochganlar, keyin siz yordam bergansiz pishirishga, to'g'rimi? O'sha Uzbek Cornerda tortiladigan taomlarni siz pishirasizmi yo boshqa biron kim pishiradi? Boshqa kishi, o'zlari powerlari bor. Hozir ikkita kafe ochganlar, yana uchinchisini yaqinda ochishadi. Birinchisi Queenswayda ekanligini bilaman. Ikkinchisi qayerda? Strattenhamda. Mana uchinchisini ochmoqchi deyapsiz. Uchinchisi qayerda ochiladi? U Central Londonda, lekin sir bo'la qolsin. Sir bo'la qolsin. Mayli, sir bo'la qolsin. Dasturlarimizning keyingi sonida albatta aytib o'tamiz. Agarda O'zbegimning milliy taomlarini iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha Queensway stansiyasidan chiqqaningizda chap tomonga kirsangiz agar, kichkinagina shopping centerga o'xshagan joy bor, marketga o'xshagan joy bor. Ichida Uzbek Corner degan kafe bor. O'sha O'zbegimning ajoyib milliy taomlarini iste'mol qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zim borganman, tatib ko'rganman. Taomlarni har xilidan juda ham mazali va albatta maslahat beraman. Piyozimiz bilan go'shtimiz dimlanyapti. Demak, buni har zamon aralashtirib turish kerak, to'g'rimi? Shahnoza, mana bilishimcha, boya o'zingiz aytib o'tdingiz, yaqinda o'zingiz uyingizni xarid qilibsiz. Mana Buyuk Britaniyada yashayotgan hamyurtlarimiz ham uy olish niyatida bo'lishsa, o'sha protsessda bo'lishsa, uy olish jarayonida nimalarga ko'proq e'tibor berishni maslahat bergan bo'lardingiz? Rayoniga, maktablariga e'tibor bergan bo'lardim. Va birinchi uy bo'lsa agar ko'p kattaroq uy emas, ixchamroq uy olishlariga. Nima sababda?
Chunki misol biza o'rganganmizda o'zbekchilikda ko'proq katta uy Katta uylarda deb, ha. lekin ikkita uchta komnata bo'sh turadi. Bizada masalan ikkita komnata shuna bo'sh turibdi. Uni bili ham Maintenance qimmat bo'ladi. qimmatroq bo'ladi. Ovqatimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi Shahnoza salatni tayyorlashga o'tdilar. Shahnoza, mana ovqatimizni oxirida tuzladingiz. Nima sababdan? Chunki meni fikrimcha oldinroq oxirida tuzlangani yaxshiroq, go'sht qattiqlashmaydi. Agar oldinroq bo'lsa agar go'sht qattiq bo'lishi mumkin. Ziravorlarni ursa bo'ldingiz. Sog' bo'lganda. Sog' bo'ldingiz. Xo'p. Farzandlaringiz qaysi tilda gapirishadi uyda? Afsuski, birinchi o'g'lim ingliz tilida gaplashadi. Tojikchani 70% tushunadi, lekin javob berganda ingliz tilida javob beradi. Ikkinchisi tojikchani tushunadi, gaplashadi, 50-50. Lekin uyda biz tojik tilida gaplashamiz. Bu achinarli holat deb o'ylayman. Chunki ertaga qarig'an paytimizda o'zimizni tilda bolamiz bilan gaplashda bir piyola choyda yaxshiroq deb o'ylayman. Shahnoza, mana dentist bo'lish uchun ekzamen topshirishdan tashqari yana qanaqadir joylarda o'qidingizmi yo anaqa malakangizni qanaqa qilib oshirasiz, nimalar o'qiysiz? Malakamizni hamma vrachlar malakasini oshirish uchun albatta o'qish kerak, o'z ustida ishlash kerak, bu bir umrga. Bu ham o'sha konsul tomonidan ham tavsiya etiladi va qaysi nechadir soat o'qishni men bu yerda o'sha ordinatura, magistraturani o'qiganman. Milklar kasalligi bo'yicha. Qayerda o'qigansiz? Shu Harley Streetda. Harley Streetda private schoolda. Shahnoza, bizning dasturda kichkinagina maqollar degan rubrikamiz bor. Men maqolni boshlayman, boshini aytaman sizga. Siz esa maqolni o'z tarzingizda, xohlaganingizdek davom ettirishingiz kerak. Lekin maqolni originali bo'lmasligi kerak. Kelishdikmi? Xo'p, harakat qilaman. Avval salom. Ovqat tamom. Mehmon kelar eshikdan. Men ketaman eshikdan. Jon kuydirmasang janona qayda? Deydi oyim. Deydi oyim. Ish ishtaha ochar. Ish ishtaha ochar. Meni charchatar. Charchatar. Ikki yomon qo'shilsa yaxshi bo'ladi. Yaxshimi bilmas ekan. Shahnoza, salatga murch ham soldingiz. Demak, Buxoroda salatga murch ham solasizlar. Da. Chunki bizda odatda murch solinmaydi-da. Bizda solinadi. U murch ham tuz ham. Buxorocha kabob tayyor bo'ldi. Shahnoza, ko'rinishi, hidini so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Baraka toping. Qo'lingizda shunaqa chiroyli bir ovqat tayyorlash jarayonida juda ko'p qiziqarli va kerakli, foydali informatsiya ulashishga harakat qildik. Bizni tomosha qilib turgan aziz tomoshabinlarimizga. Nima deydi? Professionalni habitlar bo'ladi-yu, siz ham cho'ntagingizda perchatka olib yurar ekansiz, sumkangizda. Shunaqa shartda perchatkani chiqarib kiyib birda aralashtirib tashladilar. U har doim olib yurasizmi perchatkangiz bilan? Har doim. Sizni sumkangizda perchatkangiz bormi? Sizda yo'qmi? Sizdachi? Sumka ham yo'q, menda ham perchatka yo'q, lekin hayron qoldim. Sumkalarda shart perchatkani chiqarib kiyib aralashtirdilar. Bu professionalni habit bo'lsa kerak sizda. Umringizdan baraka toping iloyim. Bizning guruhimizni mana shunaqa chiroyli taom bilan siylaganingiz uchun. Dasturimiz boshida aytib o'tganimdek, biz har bir ishtirokchimizga, o'sha kelgan dasturimizga kelgan ishtirokchimizga ularni hayotlarida hamma qiyinchiliklardan o'tib, orzulariga
erishishda, muvaffaqiyatlarga erishishda yo'llarida hamroh bo'lgan, yordamchi bo'lgan insonlarga rahmat aytish imkoniyatini beramiz. Siz ham ushbu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Birinchi o'rinda onamlarga va turmush o'rtog'imga, singlimga katta rahmat aytmoqchiman. Shu kungacha kelishimga ularning katta hissalari bor. Asosan turmush o'rtog'imga, mani qo'llab-quvvatlaganlariga, qaysi yo'nalishda bo'lmasin yoki xohishimga faqat yon bosh bo'lganlariga katta rahmat deyman. Har doim dasturimizga kelgan qahramonlarimizdan o'sha turmush o'rtog'im meni doim qo'llab-quvvatlaganlar, o'qishimda, ish topishimda yoki boshqa bir yo'nalishimni topishimda har doim menga madadkor bo'lganlar desa, men quvonaman. Chunki ayol kishini eng avvalo bu hayotda o'z orzu-umidlari bo'ladi va ularga erishishni bir ham xohlaydi. Albatta sizni ayolingiz baxtli bo'lishini xohlasangiz, ularni har bir qo'ygan qadamlarida yordam bersangiz, menimcha ayolingizdan baxtliroq inson bo'lmaydi. Shahnoza, avvalambor Buyuk Britaniyaga kelib o'z yo'lingizni topganingizdan juda ham xursandman. Chunki sizdek dentist bo'lib ishlayman deyotgan yoshlar juda ham ko'p. Kimdir o'z yo'lini topa olgan, kimdir kerakli informatsiyani topa olmagan, kimda esa balki imkoniyat bo'lmagan, balki ishtiyoq bo'lmagan. 3 farzandni katta qilish bilan birgalikda ham o'qib, ham ishlab, ham uyingizni saranjom sarishta qilib muvaffaqiyatga erishganingizni o'zi bir katta muvaffaqiyat deb o'ylayman. Bu albatta bizni onalarimiz, otalarimiz tomonidan berilgan to'g'ri tarbiya, o'sha qo'yilgan to'g'ri fundament oqibati deb o'ylayman va eng asosiysi yaqinlarimizni bizni tushunishlari, qo'llab-quvvatlashlari. Ishlaringizga omad tilayman. Iloyim o'sha kafe ochish orzungiz ham ushalsin. Birinchi mijozlaringizdan biri bo'lamiz, Xudo xohlasa, va mana shunaqa chiroyli taom bilan bizni siylaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham minnatdorchilik bildiraman taklif qilganingiz uchun. To'g'ri vaqtlari kelisholmadi, lekin bugun tashrif buyurganimdan juda ham xursandman. Ishlaringizga sizni ham omad tilayman. Rahmat. Va kelasi marosimda bo'lsa agar albatta Instagramga qo'ysangiz agar kelishga harakat qilamiz. Albatta, Gap GPT guruhini planlari ulkan. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa bizni kuzatib borsangiz, planlarimizdan xabardor bo'lasiz. Shahnozani qo'llaridan tayyorlangan ajoyib taomni yeb maza qildi butun ijodiy guruhimiz. Buxorocha kabobni uy sharoitida tayyorlashni sizga ham albatta maslahat beramiz. Shahnoza, mana endi taomni yeb bo'lgach, debit kreditga o'tsak. Telefonda sizga eslatib o'tgan edim, olinadigan mahsulotlar 20 funtdan ko'p bo'lmasligi kerak. Bizni challengeimiz ham shu. 20 funtga mahsulot olib, hamma qo'ldan kelganicha bir nima tayyorlab berishi. Endi siz qancha pul ishlatganingizga keladigan bo'lsak, itogo deganlaridek 19 funtu 99 pens ishlatibdilar. Shu yana bir ishlatganingizda rovna 20 funt bo'ladi, menga sdachi bermas edingiz. Shahnoza, avvalambor dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat deymiz. Minnatdorchiligimizni bildiramiz. 3 farzandli ota bilan qoldirib, biz bilan 4 soat syomka qilib, nima deydi, o'z mahoratingizni, chiroyli hayot hikoyangizni bo'lishganingiz uchun minnatdorchiligimizni qabul qilasiz. Shahnoza, mana bu aytib o'tganimdek, qilingan barcha xarajatlar reimbursi bu sizniki. Shuni ko'rsatuvingizni rivojiga ishlatsangiz yaxshi bo'lardi. Endi ko'rsatuvimiz rivojiga emas, biz harakat qilamiz o'sha qanaqadir eventlarda qariyalar uyiga yoki yordamga muhtojlarga yoki bolalar uyiga o'z xayriyamizni qilishni va xohlasangiz sizdan tushgan mablag'ni ham aynan o'sha xayriya qutichamizga solib qo'yamiz. Xudo xohlasa, keyingi proyektlarimizda, keyingi eventlarimizda qilinadigan xayriyaga qo'shib qo'yamiz. Nima dedingiz? Yaxshi bo'lardi. Qutichamizni uzatib yuboring, yaxshi qiz. Men o'zingiz solib qo'ysangiz, ushlab turing. Rahmat. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetar ekan, bizni tomosha qilgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa, Shahnozaxon, sizni ham ishlaringizga
omad tilab qolamiz. Agar siz ham bizni dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz yoki siz taniydigan biror bir insonni ko'rsatuvimizga taklif etishimizni xohlasangiz, albatta Instagram orqali aloqaga chiqing. Barchangizning xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat, qut va baraka tilagan holda keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr.